Ko'pchilik okalarimizda kompresslarni katta-kattalarini talab qilishayotgan edi. 2 litrlilarni olib kelib qo'yganmiz. Yangi brendimizdan kelgan edi. Hozirgi kunda sotuvda qolmagan endi Sab brenddan, yangi brenddan mahsulotlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Katta litrli mana shunaqa kompresslar bo'ladi. Bu yerda bundan tashqari bu tarafimizda kichkina litrlilari bor, 50, 30 har xil litrlilari bor. Adexo hamda Yazi brendimizdan bo'ladi. Yazini bilasizlar, ko'pchilik okalarimiz ishlatishda sifati a'lo darajada chiqyapti. Ko'pchilik okalarimiz qolganlarga ham tavsiya qilib, usta sherilariga olib ketishyapti okalar. 3 ta motorli, 2 ta motorli har xillari bor. Bu yerda adboniylarning har xillari bor. Bu tarafimizda ko'rasizlar 595, 395 hamda 795 Wagnerlarimiz bu tarafimizda o't o'radiganlarni ham shunaqa yangi xillardan olib kelib qo'yganmiz okalar. Do'konimizga keladigan bo'lsangiz, assortiment juda ham katta, yangiliklarimiz kelishda davom etyapti. Bu tarafimizda adboniyni arzonni so'ragan okalarimiz uchun adboniyni arzonni X-Kort brendi, Adexo brendi adboniylar olib kelib qo'yganmiz okalar. Har xil mahsulotlarimiz bor. Do'kon ichini ham ko'ramiz. Do'kon ichida ham yangiliklarimiz juda ham ko'p okalar. Do'konimizga kelsanglar, barchasi bilan tanishsanglar bo'ladi yoki quyidagi raqamga aloqa qilsanglar, barchasini narxlarini tashlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz okalar.